Qizlarjonlar, hozir men o'zimga doim qo'llab yuradigan, foyda ko'rgan narsamni o'rgatib ketmoqchiman. Ozginagina bir osh qoshiq zaytun yog'iga mana extra virgin deb yozilishi kerak. Ko'pchilik bilmas ekan qaysini ichish kerak, qaysini qovurish kerak. Extra virginni olsanglar, buni bemalol ichsanglar bo'ladi. Shunaqasini olib ichinglar. Xo'p, shunaqa zaytun yog'ini solasizlar bitta idishkada, limonni siqasizlar suvini. Bu qabziyati borlarga juda ham foydali. Limonni yaxshilab siqasizlar, och qoringa ichasizlar. Masalan, iftorlikda suv ichasizlar-ku, iftorlikda mana og'iz ochgandan keyin suv ichasizlar. Ana o'shandan keyin bemalol ichaversanglar bo'ladi buni. Yoki saharlikdan oldin bitta aralashtirib ichaversanglar bo'ladi. Zaytun yog'i juda ham foydali, bilasizlar. Qur'onda nomi zikr qilingan zaytun yog'i juda ham foydali. Limon ham juda ham foydali. Zaytun yog'ini ichish oson bo'lishi uchun limon siqsanglar umuman yog' ta'mi bilinmaydi. Mana shunaqa qilib ichsanglar qabziyatga zo'r yordam beradi. Bu homiladorlarga ham, emiziklilarga ham hammaga mumkin. Kimni qabziyat qiynasa, hammaga mumkin. Shunda aralashtirasizlar, ichaverasizlar. Bu ozishga ham zo'r yordam beradi. Agar foydali bo'lgan bo'lsa, video menga albatta obuna bo'lib qo'yinglar. Profilimda juda ham ko'p foydali videolar bor.